Albatta bu hazil edi do'stlar. Bugungi videomiz Erkabo'g'an va Bobur to'g'risida bo'ladi. Bu ikkalasi jang qilsa, qaysi biri g'alaba qozonadi? Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Meni fikrim, agar kuvachkada faqat boks qonun qoidasi bo'yicha bo'lsa, Erkabo'g'an Boburni bemalol yutib qo'yadi. MMA bo'yicha bo'lsa, menimcha Bobur ustun bo'lsa kerak. Endi bilib bo'lmaydi. Chunki Erkabo'g'an hozirgi vaqtda kuvachkada, qo'l, oyoqda, barbada ancha trenirovka qilib, ancha yangiliklar kiritib, ancha uroveni ham tepaga ko'tarildi. Endi Bobur ham endi bu ham juda ham kuchli sportchi. Bilib bo'lmaydi. Bobur ham Pride o'sha bo'yicha chempion. Erkabo'g'an oktagonda. Bu ikkalasi jangda to'qnash kelsa, qaysi biri g'alaba qozonadi? Nima deb o'ylaysizlar? Bittasi Erkabo'g'an bu buvchi boksyor. Boks kuvachkada yaxshi, lekin hozirgi vaqtda o'sha ham kuvachkada, ham qo'l oyoqda, barbada o'sha ancha o'sha trenirovkalar qilib, ancha o'sha oldingidan juda ham yaxshi hozir janglar o'tkazyapti. Bobur Mansurov ham juda ham kuchli sportchi. Bu ikkalasi jangda to'qnash kelsa, qaysi biri g'alaba qozonadi? Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Fikringizni kutaman. Fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Podpiska bosinglar, like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr, salomat. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımız